alaykum. Bugungi kunda O'rtachish tumanida jam aholimiz 151 ming aholi bo'lib, bundan kambag'allik reyestrida turganlar, kambag'allik e'tirof etilganlar 840 ta hozirgi holat bo'yicha. Bular bo'yicha kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida ularga bir qancha ishlar olib boryapmiz. Ular har bir mahallada hokim yordamchisi bor. O'shalar orqali xizmatlarni tashkil qilganmiz, individual rejalar tuzganmiz. O'sha individual reja dasturi doirasida kreditlar ajratyapmiz, o'zlarining ehtiyojiga qarab o'qishga yo'naltirilyapmiz, kasbga. Va bundan tashqari tomorqadan unumli foydalanib, har bir hokim yordamchisi parniklar, teplitsalar qurib beryapti. Mana hozirgi holat bo'yicha mana bu ham nima deydi, keng targ'ib qilmoqchimiz. O'zimiz O'rtachish tumaniga ham serdaromad hosil beradi. Dadam rahmatli olim agronom bo'lganlar, nav yaratganlar. 20-30 yil davomida otamiz o'sha kartoshkalarni navlayotganlar. Buni xalq ko'p foydalangan. O'zimiz ham 30-40 gektarga chiqqanmiz. O'sha paytda biz o'zimiz uchun mana shu katta daraxtlarni 20 yillik bilan olib kelib ekkanmiz. Bir o'rman nima dedi, pasiyasi bilan o'rmon yong'oq, funduku, odamga o'xshab shirinda mag'zi. Oddiy yong'oq o'xshagan narsa emas bu. Bozorda ham 100 ming turadi 1 kilo mevasi. 4 sotix joyda 25 mingta ko'chat bor. Bu endi zich ekilgan, maqsad tezroq buni o'stirish bo'lgan. Bo'yini o'stirish kerak, keyin tovarni yig' bo'lish kerak. O'shaning uchun zich toqib ekilgan 4 joyda 25 mingta. O'zi aslida bu ko'chat 2 yilda tayyor bo'ladi. 2 yil tayyor bo'lishi kerak. Biz buni endi zichroq qilib, o'sha o'zini organik, agrobiogel degan narsalar bor. Mineral o'g'itlarni qilib, shu 1 yilda yetishtirishga hozir erishdik shu narsaga. Shu 2 yilligi 1 yilda. Masalan, 1 kilo hosil oladigan bo'lsangiz, 1 kiloda 600 tagacha yong'oq bo'ladi. 500-600 ta. Bu degani o'sha masalan 10 kilo bo'lsa 6000 ta, 40 kilo bo'ladigan bo'lsa, demak 24 mingta ko'chat chiqadi o'sha yong'oqdan. Endi bu masalan 25 mingtani oddiy misol 40 ming so'mdan sotgan taqdiringizda ham bu 1 milliard atrofida bo'ladi. Endi niyat buni xalqqa yetkazib berish, oddiy mevali ko'chatga ham 25 ming, masalan 30 ming so'm turadi-ku. Endi buni yaxshi tomoni sovuqqa, issiqqa chidamli va uzoq yillar hosil beradi. Endi xudo xolasa kelajakdagi niyatlarimiz avvalo buni xalqqa yetkazib berish, ko'chatlarni kelajakda ular hosil olish uchun yetkazib berish, hosil olish uchun keyin buni ekib o'rganaman degan odamga ham buni o'rgatamiz. Masalan, hech qanaqa siranalar yo'q. Kelajakda mana hozir xudo xolasa tez kunlar ichida buni hozir 50-60 mingta yana ekish niyatimiz bor o'rmonda.